Tramp bu ikki bombardimonchilarini ishga tushirdi. Eron esa Avram Linkolnni nishonga oldi. Urush hal qiluvchi bosqichga kirdi. Rossiya Eronga sahna ortida jiddiy yordam bermoqda. CNN. Dubayda atigi 10 kunga yetadigan oziq-ovqat mahsulotlari qoldi. Tramp Eron haqida kutilmagan bayonot qildi. Demokratiya shart emas, faqat AQSh va Isroil bilan kelishuv kerak. Isroil Bayrutni bombardimon qildi. Eronga qarshi urush ko'lami kengaydi. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida 1332 kishi halok bo'ldi. Eronning BMTdagi doimiy vakili